سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله 2026 yil 16 martdan 17 martga o'tar kechasi Bahoddin Naqshband ziyoratgohida xatm Qur'oni bo'lyapti. Yana ro'za Ramazon oyini 27 sanasida, ya'ni 27 kunida Qadr kechasi bo'lib o'tyapti. Bu yerda hozir mana yurtimiz bo'ylab barcha masjidlarda xatmonalar o'qib, bir yaxshi bir qorilarimiz tomonidan o'qilyapti. Mana ularni ajoyib qiroatlari bilan eshitib turibmiz. Barchaga mana shu Qadr kechasi muborak bo'lsin deymiz. Barchani ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Barcha ro'za tutgan insonlarning yaxshi niyatlar bilan tutgan bo'lsalar, Alloh qabul etgan bo'lsinlar. Barchalaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz.